Endi bunisiga bitta baho bering. Mana o'zimga yoqdi. Qaranglar. Komplekt chiroyli qilib qo'yishdi, o'qlar. Mana bular idishlariga gap yo'q. Idishlarni qarang, cho'tka qilib qo'yishdi, mana atirlar qo'yib qo'yishdi, va gap bo'lishi mumkin. Misol uchun, mana shu komplektni o'zi qaranglar. $1050. Xo'p, buni salohda $65. Siz shuni komplektni 30% skidkada, chegirmada xarid qilasiz. Tayyor dizaynni qarang, yorib olgan. Misol uchun, mana bunisi cho'tka chiqqan, kattagina oqligiga gap bo'lishi mumkin. Ranglari umuman o'zgarmaydi. Xo'rasiz, mana qorasi bor. $8. Smestitili, misol uchun $40. Bularni ham общий komplekt 30% skidkada olaverasizlar. Men sizlarga son narsalarni ko'rsatyapman, kelib xarid qilsanglar bo'ldi. Sizlardan shu. Xo'p, bunisi mana hozirgi kunda ko'p joyga, restoranlarga, uylarga ham qilsa bo'ladi. Vashi cho'tka turadi. $830. Qaranglar, ko'rasizlar narsalarni, hamma narsasi bilan. Misol uchun smestitili ichida ekan bu. Oynalar bilan, Bluetooth oynalar bilan, misol uchun $830 30% skidkada xarid qilaverasizlar. Muammosi yo'q. Men nomdan kelsanglar bo'ldi. Do'konga kelib prosta ko'rib ketsanglar, hech kim sizlarni urishmaydi. Do'kondagi zo'r mahsulotlar 30% skidkada, original mahsulotlar, mana bunaqa idishlar ham bor ekan, mushti so'radingiz, shu ko'rasizlarmi, cho'tkiligini yorib olishibdi.